Birovlar aytganlarki, yaxshi shu qiyomat bor to'g'ri ekanlar. Shunda shogirdlari ustoz, nimaga shu gapni ko'p gapirasiz? Nimaga shuni deysiz deganda aytgan ekanlar. Dunyoda ikki xil toifa odamlar bor. Bir toifa bor, xohlagan ishini qiladi. Xohlagan ishini qiladi. Qumormi, yolg'onmi, kayf safomi, zinomi, urushmi, o'ldirishmi, kibrmi, birovni izratsal ustidan kulishmi, yo birovni tuhmat qilib yozib tizib ishdan bo'shatishmi, hamma yomon ish qiladi. Lekin u odamlarda jazosidan ko'proq qutuladi shunaqalar. Yo puli bor, yo tanishi bor, yo pabekka chiqib ketadi, yo nimadir. Jazo olmaydi. Yaxshiyam qiyomat borki, bularda har qanday zo'r bo'lsa-da Xudodan qocha olmaydi. Xudoga o'zini zo'ravonligini o'tkazolmaydi. Yaxshiyam qiyomat borki, Alloh bularni nakazat qiladi albatta.